Botoks seni soxta qilib qo'yadi. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Yo'q, aksincha. Botoksni to'g'ri doza tanlansa, professional mutaxassis ishlasa, har bir qilingan botoks ham tabiiy, chiroyli, go'zal baxshida etadi. Agar yoshligingda kosmetologga bormasang, keyin foydasi umuman bo'lmaydi. Har qanday yoshda ham kosmetologga borsa bo'ladi. Faqat usullari turlicha bo'ladi. 40-50 yoshda ham yaxshi natija olish mumkin. Akne faqat yog'li terida bo'ladi. Akne har xil terida bo'lishi mumkin. Quruq, yog'li, sezuvchan, ta'sirchan terilarda ham kuzatiladi. Ko'proq cheska qilsiz, teringiz yanada toza bo'ladi. Hamma har xil tushunadi. Yog'li, po'rali yuzlarda cheskalar 1 oyda, 2 oyda bir talab qilinadi. Haddan tashqari cheska ham terini balansini buzib qo'yishi mumkin. Yog'li, po'rali, ugrili, problemli yuzlarda har 10 kunda, har 1 oyda cheska qilish ham mumkin emas. Uyda tayyorlangan niqoblar professional muolajani o'rnini bosadi. Professional muolajani o'rnini bosmaydi. Домашний uxotlardan foydalangan yaxshi ayol qizlarimiz nimagaki kuni bilan yuzimizga chang yopishadi, yuzimizga tonalka pudralar suramiz, po'ralar to'lib qoladi. Ana uni tozalash uchun домашний uxotni har bir ayolga men tavsiya qilaman. Lekin muammolarni hal qilishga домашний uxot yordam bera olmaydi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, dugonalaringizga yuborib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.